Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimiz bilan tanishib chiqamiz. 2 qavatli zamonaviy uslubda qilinayotgan ushbu uyimiz eni 950, uzunasiga 1050, yozgi oshxonasiga yana 380 joy qo'shiladi. Plan qismi bilan tanishib chiqamiz. Mana plan qismimizda asosiy umumiy xona joylashyapti. Umumiy xonadan o'tishimizda o'ng qo'lda zina, ikkinchi qavat va podvalga tushish uchun zinadan keyin hammom tualeti, bu qismda oshxona va spanli yotoqxona joylashyapti. Bu joy esa shkaf uchun mo'ljallab ketilgan, joy yo'qotmaslik uchun. Xo'p, bu qismda yozgi oshxonaga chiqqani joy qilingan. Yozgi oshxonada kotelnik va hojatxona, tashqi hojatxona qo'yib ketilgan. Kelgan mehmon o'tib foydalanib yana chiqib ketsa bo'ladi. Yozgi oshxonamiz mana bu joydan o'tiladi. Yon tomondan o'tilsa 3 pog'ona zina bilan chiqib bu joydan yozgi oshxona sifatida foydalansa bo'ladi. Tashqi hojatxona boya aytilgandek bu joyda va kotelnik qism. Bu shu yozgi oshxonaga chiqish eshigi. Ikkinchi qavatga chiqish va podvalga tushish zinasi. Bu spandimiz. Bu shkaf uchun belgilab ketilgan joy. Umumiy xona hamda oshxona uchun tashlab ketilgan xonamiz. Ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qavatda jami 4 ta xona, 2 yotoqxona va 4 ta yotoqxona. Xohlaganingizdan detskiy qilib foydalansangiz bo'ladi. Sanuzelimiz ham katta. Mana o'lchamini qo'yib o'tyapman. Bemalol oila unumli va qulay foydalansa bo'ladi. Podval qismiga tushamiz. Bizda podval seli katta bo'lib qolgan. Mijoz o'zidan kelib chiqib bo'lib olishi mumkin. Fasad qismimiz esa xuddi shunday. Biz endi bu binoni bo'lib tomosha qilamiz. Ya'ni qaysi qavat qanday holatda joylashganini bilishimiz uchun. Mana podval, bog'lovchi podushka, qavat balandligi 3 dan, tom qismi, tom yuzasi 200 chiqqan. Mahsulotini ham aytib o'tsak bo'ladi. Bu obyektimizga общий betoniga, ya'ni biz kubada hisoblaganmiz, общий 0 ga chiqib qolgancha 53 kuba beton ketgan. Podval va sokol qavat bilan. G'ish pishgan g'ish qilinadigan bo'lsa 53.750 ta g'ish ketadi. Xom g'ish ham xuddi shunaqa. Mabodo penabloyda yoki gazabloyda qilinadigan bo'lsa, gazabloyda o'lchami 02, 03, 06 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 60, 30 zigma bo'ladigan bo'lsa, 5350 ta penabloy ketadi ushbu obyektimizga. Bugungi kunda to'sin bilan piltani puli to'sin olib qo'ymagan odam uchun teng bo'ladi. Ya'ni to'sin, vassa, loy bosish, qamish tashlash xizmati hamma usta haqqi bilan hisoblaganda pilta bilan 90 ga 85 mos kelyapti. Ya'ni 900 ming pilta tushsa 850 ming, 870 ming to'sin bo'lyapti. Misol qilib aytyapman. Bu obyektimizning fasad qismi esa bunday edi. Mana fasad ham shu bugungi kunga mos zamonaviy holatda. Bu hali yozgi oshxonaga o'tish qismi, bu esa yozgi oshxonamiz. Izohda yozing, sizni uyingizni o'lchamini ayting va biz bilan bog'lanib o'z loyihangizni oling. Like bosing, obuna bo'lish esdan chiqmasin va tanishga jo'natib qo'ying. Biz siz bilan